Bitta singlimizni hozir menga yozyaptilar. Nargiz opam, sizni do'stlaringiz juda ham ko'p, mazza-ya. Yaqinlaringiz, tanishlaringiz bor. Biram mazza totdi. Men ularga aytdim. Sizda opa-singillaringiz bormi, yaqinlaringiz bormi desam, ha, bor. Faqat o'shalar bor men faqat dedilar. Necha yoshsiz dedim. 25 yoshman dedilar. Yana ozgina qopti dedim. Men nimaga ozgina qopti? Bir 7-8 yildan keyin o'sha do'st, yaqinlardan ko'ra jigarli eng shirini qancha vaqt ajratsangiz ham jigarlarni boriga shukr qiladigan paytingizga ozgina qopti dedim. Do'st, yaqinlarim deb jon kuydirasiz, lekin hech qaysi do'stingiz jigarchalik bo'lmaydi dedim. Bitta misol. Men kecha qaynamga borishim kerak deb aytdim. Ya'ni kecha qaynamga bordim ham. Uyda tayyorgarlik ko'rmadim. Ojonga kutamiz haytdim. Lekin meni kichkina qizim borgan joyda begina sirashni o'rganibdi. Uxlamashlikni o'rgandi. Keyin oxiri kech payt maylim deb uyga qaytib keldik. Ya'ni qaynamga ketishimiz kerak bo'lib, qola olmadik kichkina qizim sababli. Men uyga qaytib keldik. Tabiiyki, bugun hayit. Ertalab tayyorlayman, bu narsa qilaman desam, hech narsa yo'q. Ya'ni har doim degan narsamizni, hayitga mos pishiruv bir nimalarimizni u yoqqa olib ketgandim. Endi ertalab bir nima qilishim kerak xo'jalim kelishlariga. Keyin tuxumli non yaxshi ko'rdim, tuxumli non qilib berdim-da. Albatta sirli bor albatta. Tuxumli non qilib berdim. Tuxumli non qilib turgan paytim uylarim telefon qilib hayitman tabriklashdi. Akajonim tuxumli non qo'yganimni ko'rib, o'zikini narsalar pishiraladi. Tez somsa salatlarni tayyorlab ber, sinimga olib kelaman, olib beraman dedilar. Mani xo'jalim kelguncha akam yaqin turamiz-da. Somsa, shirinlik, chakchak hamma narsa olib kelib berdilar. Singlim yesa deb opma akamga aytmadim, bo'lmasa aka hamma narsani bor biladi akam borligini. Yo'q, mana shu narsalar bilan kutib oldilar. G'alati bo'lib ketdim. Mana qarang, men nimadir bo'yman, nimadir yeyapman yoki menga erta nimadir bo'lsa, meni jigarlarim jon kuydiradi. Jigarlarim, men nobodo o'lib ketsam, do'stlarim meni eslaydi, lekin butun umr meni bolalarimga har doim menga jonini beradigan odam bu meni akalarim, yaqinlarim, xo'jayinim, bo'lmasa yaqinlarim, boshqa hech kim emas. Shuning uchun katta qiz bo'lman, 32 ga kiryapman. Hayotda qadrini tushunishni boshlayman. Yana kimdir mana shunaqa do'st kerak, bir nima kerak deb siqilayotgan bo'lsa, haqiqiy do'stni oilangizga qarang. Ana o'sha topasiz. Haqiqiy do'st, haqiqiy baxt, qancha vaqtingiz ketsa ham arziydigan, qancha mehnatingiz, qancha pulingiz, bor narsangiz, butun yuragingiz ketsa ham achinmaydigan odamlaringiz, bu faqatgina sizni jigarlaringiz bo'ladi. Shu fikrimga nima deysizlar? Kimdir yordam bersa. Chunki menga ham kimdirlar bir paytda shu gapni aytganda qaniydi? Onamga ko'proq vaqt